Assalomu alaykum aka ukalarim. Mana men 5 yildan beri haydaydigan Nexus 3 mashinamni arendaga chiqarmoqchi bo'lib turibman. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Mashina 2019-yil 67 ming kilometr yurgan, 4-paysi avtomat korobka. Kraskasiga keladigan bo'lsa, mana shu parogida bir qarich kraskasi bor. Qolgan joyi top-toza, bemalol ustinglar bilan kelib ko'rib olsanglar bo'ladi. Mashinamizni polniy polirovka qilganmiz. Himchiska qilib qo'yganmiz. Elektrika mayda-chuyda ishlarni ham bitkazib tayyor qilib qo'yganmiz haydashga. Saloniga keladigan bo'lsa, mana bemalol salonlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Motor qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Motor qismlarini mana yuvib tozalab tayyor qilib qo'yganmiz. Xudo xolisa kelsanglar narx-navolarni gaplashamiz.